Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qalbi quyoshdek qaynoq, chehrasi nurga to'la go'zal insonlar. Bugun yana bir fayzli kunimiz. Barchamiz uchun quvonchlarga, baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha insonlarga eng chiroyli hayot, mustahkam sog'lik va cheksiz baxt tilab qolamiz. Endi esa navbatdagi jonli qo'ng'iroq orqali samimiy tabrikimizni yetkazishda davom etamiz. Marhamat. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jamilaxon onamiz siz bo'lasizmi? Ha, man. Jamilaxon onajonim, salomatmisiz? Uzr bezovta qilib qo'ydik. Bemalol. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar har doimgiday a'lo darajada. Mashalloh, ko'z tegmasin, har doim mana shunday zo'r bo'lib yuring. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlar, ushbu kunlarda qarshi olayotgan 52 bahoringiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ming rahmat, Allohga shukr. Biz patta shu yoshga kirib qolibmiz-da. Albatta, Alloh ziyoda qilsin, har doim baxt va omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Ming rahmat ukam, ming rahmat, yo'lingiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim. Jamilaxon onamiz tabrik so'zi loyihasining jonli efiridan bog'lanib turibmiz. Studiya qarshisida kamina boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugun sizga ajoyib tilaklar bizning loyihamizga eng mehribonlaringiz, yaqinlaringiz nomidan yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir aziz insoningiz bugun sizni xursand qilishni xohlabdilar? Taxminingiz bormi? Bugungi kunda haqiqatda ertalabdan beri hammalari, yaqinlarim, qarindoshlar, urug'lar, do'st dugonalarim telefon qilib turishibdi. Hammalari endi dugonalarim bo'lsa kerak, yaqin dugonalarim bor, jonda bo'lib qolgan, jondosh. Qizlarim bor, 2 dona peshonamda 2 ta o'ynaglar qizlarim bor. Mumkin shulardir. Albatta. Onajon yordam tariqasida aytishim mumkin. Dugonalaringiz, sinfdoshlaringiz orasidan o'ylab ko'rasizmi? Aynan qaysi birlari bo'lishlari mumkin? Albatta Miyasarxon bo'lsalar kerak. Yo'q. Mukimaxon. Yo'q. Robbatxon, Nodiraxon. Mashalloh, albatta. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi Jamilaxon dugonajonimni eng chiroyli tilaklari bilan tabriklab, xursand qilib bering, zero ki hammamiz hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, judayam ajoyib quvnoq inson. Alloh rozi bo'lsin deya Nodiraxon opamiz tabriklab qolmoqdalar. Ming rahmat, shu shiligimga ham tanijoni sog' bo'lsin. Ming rahmat. Ertalabdan o'zimga tabrik so'zini birinchilardan aytganingiz. Albatta. Bir kenjatoy, sinfdoshimiz, yaxshi qiz, yaxshi ayol. Ming rahmat. Iloyim umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Xursand bo'ldim. Ilohim. Sizlar mana e'tiborga olibding. Ming rahmat. Ilohim. Aytganingiz kelsin, avvalambor marhubaxon xolajonimni, ya'ni Jamilaxon dugonamni onalarini joylari jannat, oxiratlari obod bo'lsin. Mehribonimni mana shu qiz ne'matlarini chiroyli holatda bir xursand qilib bering deya murojaat qilganlar, ruxsat bersangiz, tilaklarini Allohimni vakil qilib, rozilikni niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Bemalol. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aziz va qadrli shirin so'zli mehribonim, quvnoqqina dugonajonim Jamilaxon. Sizni muborak 52 yoshingiz bilan barcha sinfdoshlarimiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Bu sana nafaqat bir yosh, balki hayot yo'lingizda to'plagan tajriba, sabr, mehr va insoniylikning yana bir go'zal bekatidir. Jamilaxon, sizni eslasak bolalikdagi beg'ubor kunlarimiz ko'z oldimizga keladi. Birga kulganimiz, birga orzu qilganimiz, oddiygina maktab hovlisida o'tirib kelajak haqida gaplashganimiz. O'sha beg'ubor qizaloq bugun el yurt hurmat qiladigan mahalla fuqarolar yig'inida ayollar qo'mitasi raisi bo'lib ishlayotgan, ko'plarga suyanchiq, mehr ulashayotgan ayolga aylangani qalbimizni faxrga to'ldiradi.
Siz har doim mehribon, oq ko'ngil, odamlar dardini o'zingiznikidek his qiladigan inson bo'lib kelgansiz. Shu sabab ham Alloh sizni ana shunday ulug' martabaga loyiq ko'ribdi. Sizning har bir qilgan yaxshiligingiz, har bir ayolga bergan daldangiz, har bir ko'mak qo'lingiz bu katta savob va hurmatdir. Alloh rozi bo'lsin. Bugun esa sizni nafaqat lavozimiz, balki qalbingiz go'zalligi bilan qadrlaymiz. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, farzandlar va nabiralar rohatini ko'rib yashash baxti nasib etsin. Har tongingiz quvonch bilan o'tsin, har kuningiz duolar bilan bezansin. Hech qachon yuzingizdan tabassumingiz arimasin, qalbingizdagi iliqlik so'nmasin. Siz bor ekansiz, atrofingizdagi insonlar o'zini baxtli his qiladi. Sizni hammamiz juda ham yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz. Hurmat va cheksiz mehrimiz sizgadir. Hamisha oqibatimizga ko'z tegmasin, dugonajon boringizga shukr. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'z opa-singlimdek men uchun juda ham qadrlisiz. Buni esa aslo unutmang va bugungidek tavallud ayyom bahonasida qalbimda sizga ayta olmagan izhorlarimni yetkazib, biroz bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarishni xohladim. Boringizga shukr. Dardingizdan bo'zlar qog'ozim. Siz bilandir bahorim, yozim. To'ksam sizga dildagi zorim, dugonajonim, boringizga shukr. Ezgulikka hissamni qo'shay, xasus emas, xotamda yashay. Poyingizga mehrimni to'shay, dugonajonim, boringizga shukr. Qalbim ichra porlaysiz birdur. Taratadi mehr degan nur, omon bo'ling, qulluq, tashakkur, dugonajonim, boringizga shukr. Qo'llagaysiz bo'lib farishta, madadkorim bo'lib har ishda, boylagansiz uzilmas rishta. Dugonajonim, boringizga shukr. Deya ushbu ajoyib chiroyli she'riy nomani ham, satrlarni ham sizga mehriboningiz yo'llab qolmoqdalar. Ming rahmat, Nodiraxonga Antonijoni sog' bo'lsin. Qadrdonimiz sizga katta rahmat, ming rahmat. Tashakkur. Alloh rozi bo'lsin. Har doim mana shunda xalq xizmatidan charchamang, el yurtni doimo nazarida bo'ling va bugungidek ayyomingizni esa unutilmas chiroyli holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz Jamilaxon onamiz. Buni esa aslo unutmang. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, Alloh uchun qadrlab g'oyibona haqqingizga duoda bo'lib kelayotgan mana shunday Nodiraxon opamizdek mehribonlaringiz, dugonalaringiz bor ekanlar. Hamisha oqibatingizga ko'z tegmasin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, ming rahmat. Sizga mana shunday chiroyli qilib sizga ming rahmat. Hurriyatxon, ming rahmat ukum. Sizni ham yaxshi ko'raman. Antonijoningiz sog' bo'lsin. Ilohim, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Rahmat ukum. Doim shunaqa xizmatlarda, yaxshi kunlarda ko'rishishlik nasib etsin. Inshaalloh. Inshaalloh.